Necha marta xatm qildingiz shu vaqtgacha? 1440 marta bo'ldi hozirgacha. Sanab yurasiz. Yozib yuradilar. Yozib yurasiz. 2006-yili rekord qo'yganman. Bir yilda 94 marta xatm qilganman. Bir yilda 94 marta. Bir oyda, ro'za oyda 8 ta xatm qilganman. Bir oyda. Ana shunaqa qorilar bilan tortishib Nimadan kuch olasiz siz? Nimadan kuch olasiz? Energiya olasiz. men Qur'onni olaman bolam. Kuchi ham, harakati ham, hammasini kallaga ishlashini ham hammasini mana Qur'onni olaman. Mani ta'birim shunaqa. Ikkalamizda. Mana shu bo'lmasa biz yasholmaymiz-da. Ertalab qo'liga ovqatni yeb olib yopishamiz, lekin kim ko'p o'qishga